Солнышко, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Urdimi? Urdimi? Hozir ma'lum yo'qshiraman. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Nimadir nito'da. Nimadir nito'da. Shahlo bonu keldilarmi? Kuyov. Keling, ahvolingiz yaxshimi? Uzr. Ahvolingizni ko'rib turib bergan savolim qarang. Meni kechiring. Men qarang, asosiysi psixologik travma olmasangiz bo'ldi. Qolgani yerunda. Men qarang. Uzr. Qo'lim sinsin. Tep ketdi. Boshingiz bormi? Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi demoqchi edim. Kechiring. Uzr. Javob ahmoq tashamanglar, urmagandir Солнышко, a? Yey. Urdimi? Yashavar mujik. Ja unaqa deb tashavormanglar. Ikkalang ham jim bo'lsangchi. Jim bo'l. Siz o'zi kim tarafsiz? Singlimni yonmasangiz-chi? Menga qaradim. Gapimni eshit. Shaxlani qanaqaligini bilmaysanmi? Hozir nima? Hamma ayib. Kuyovda deb o'ylayapsanmi? O'zi zo'rg'a aldab kuyovga bergan bo'lsak shaxloni. To'g'ri. Kuyovda ayb yo'q. Balkim qaynonasi yomon. Senga gapirdim nima? Molga gapirdim nima? Singiz mushukcha saqlab olaman deganda, mushukchani uyga olib keldik va u kasha qilib qo'ydi. Singiz uni tozalayotgan paytda ko'zini tirnab oldi va tomga qochib chiqib ketdi. Men uni qutqarish uchun tomga chiqdim. Men bilan mushukcha osilib qoldik. Singiz chiqib mushukchani qutqarib oldi, meni itarib yubordi. Aytdim sizlarga bu yoqdan nimadir nito deb. Yo'q, kelib. Kuyovni ham itarasanmi? Bitaqa. Unda nimaga yig'lab keldi Солнышко? Nimaga men emas mushukchani qutqardingiz desam, menga baqirdingiz deb orozlab ketib yubordi. Shahlo! Shunaqami? O'zlari mahkam ushlasinlar edi tomni. Men nima qildim?